Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki muhacir, musafir, zulüm içinde kılıvatkan barlık Uygur kandaşlar ve ekran aldıdaki barlık körüvatkan kandaşlar kandak ahvalınla. Allah hemen tini salamet kılsın, ömrünü uzun kılsın, itiqadını, imanı müstakem kılsın. Men oruqtu kaldırım, kaynanam ve üzemdeki bir qosaqdan to'lan qarindoshlarım uchun guvohlik berish uchun bu ekran oldiga chiqib turibdimi? Oldi bilan men o'zimni bir tanishtirib o'tsam. Mening ismim Hasan Amut. Aqsu shahar Avat noya G'urochal yesidan. Men 2013-yili 6-oyning 30-kuni Turkiyaga chiqdim. Bu Turkiyaga yeni chiqqandan keyin hozir 6 yil bo'libdi. 6 yil jarayonida men uydagi urug' tuqqanlarim bilan o'zimning bir qo'saq qarindoshlarim yoki qaynonam yoki urug' tuqqanlarim bilan ko'rishmaga 5 yil bo'ldi. 5 yil mobaynida hech qanday aloqa qilmadim. Chunki bu aloqa qilmasligimizni hammamizga oydin bo'lgandek, menga bu zolim Xitoyninki zulm tufaylidan qarindoshlarimizdan bilan hech qanday aloqa qilmadik. Men shunga bu zolim Xitoyninki qarindoshlarimizni qaysi holatda, qanday bir holatda, qaysi bir shaklda zulm qilayotganligini, turmaga solab qo'yganligini yoki noz kamplarga solab qo'yganligidan hech qanday xabarim bo'lmag'achqa, shunga ulardan Xitoyninki bu tuqqanlarimni nega olib o'tganligini, nima uchun aloqa qilishimga ruxsat qilmaydiganligini va shundaqla tuqqanlarimning hozir nada ekanligini javob berishini men o'zimninki haq huquqini qo'g'dash bilan birga bularni nega qilib qo'yganligimni Xitoydan so'rayman. Ham Xitoy bunga javob berish kerak deb qarayman. Shu men bularning ustidan guvohlik chiqib turibman. Mana bu ekrandagi bu buvay mening qaynatam bo'ldi, yenidiki mening qaynonam. Qaynatam bilan qaynonamni 2017-yili 3-oyda men sabablik meni Turkiyada deb Turkiyada bo'lganim sabablik bularni ekir ketgan. Ekir ketib hozirgacha hech qanday xabar yo'q. Lekin qaynonamniki 2018 1-oyning 2-kuni o'ligini chiqib bergan. Qaynatam bo'lsa texi hamda 70 yoshga kirgan odam. Qaynonam bo'lsa texi 52-53 yoshlar atrofida bor. Tini nayet salamet, hech qanday og'riq saloq yo'q, shundaq sog'lom ayoldi. Ammo bu kirkitib saq 9 oydan keyin 2018 1-oyning 2-kuni o'ligini chiqib bergan. Qayntamning ismi Abdukiram Imin. Aqsu shahar Ko'ktatchilik kenti 5-guruhda o'ltirishliq. Qaynonamning ismi bo'lsa Nurala Oshur. İkisi o'xshash bir kunda turmaga akitilib, qaynonamning o'ligini chiqib bergan. Qaynonamning hala xabari yo'q. Bu qaynonamning inisi 2017 5-oyninki 5-oy ichida 2017 5-oy ichida ekir ketgan. İsmi Ubul Qasim Imin. Ammo hozirgacha hech qanday xabar yo'q, aloqa xabarini olamadim. Turmaga ekir ketganligi aniq. Bu qaynonamniki rasmini tekrar ko'rsatdim, yolg'iz tushgan rasm ekan. Bu meningki qaynacham. Ayolimning eng cho'ng ochisi ismi Amina Abdukiram. Bu ochimizni 2017 5-oyninki ichida ekir ketgan. Shu tog'is bilan ketib Nopusu faqat qayntamniki chetishlik bo'lib qolganligi uchun barabar ularning ekir ketgan, hozirgacha hech qanday xabar yo'q. Bu ochimizniki oldida texi yeshig'i cho'ngi ikki kichik bolasi bo'lib, kichik bolasining birisini aytayimda meyib tug'ilib qolgan, boqadigan odam yo'q. Shu holatda ekir ketgan, hozirgacha hech qanday xabar yo'q. O'lik terigidan hech qanday xabar yo'q. Mana bu Açımız Amina Abdukiram bilen tağımız Ubul Qasim Iminninki bili tushgan.
Qiziniki bilishga rasmi. Bu singlimizning hech qanday xabar yo'q. İsmi Sobinur Ubul Qasim. Hozirgacha ekir ketgan hech qanday hayot yoki hech qanday bir xabarni olamadik. Bu meniki oil tavobatlarim. Avatnaya G'orochil yezi 2-shahar 2-ko'rpada yashaydigan urug' tuqqanlarim, bir qo'saq akalarim va bir qo'saq ochilarim. Bu eng cho'ng ocham. Avatnaya G'orochil yezi 2-shahar 2-ko'rpada yashaydigan urug' tuqqanlarim, bir qo'saq akalarim va bir qo'saq ochilarim. Bu eng cho'ng ocham Hürrem Amut. Bu eng cho'ng akam Avut Amut. Bu ikkinchi akam Davud Amut. Bu ikkinchi ocham Aysham Amut. Bu üçüncü akam Saud Amut. Bu yendiki akamniki eng cho'ng akamning ayoli Gulaysam Akniyaz. Bu yendiki ikkinchi akamning ayoli Aymisa Tunyaz. Bu ör oltigan eng cho'ng achamning o'g'li. Eng cho'ng achamning o'g'li buladimmi hech qanday hozirgacha xabar yo'q. Bu rasmni qachon tatgan desa, bu rasmni menga Xitoyniki Xitoyniki anchanda ishlaydigan jasuslari menga telefon qilib, oilangni ko'rishtiramiz, bana ishla degandan keyin, men xizmat qil degandan keyin men ko'rish jarayonda tatib olgandim, ammo men ular xizmat qilishga unmagandan keyin hozirgacha ulardan hech qanday xabar yo'q. Aloqa qilamadik 5 yil yo'q, ammo mushu aloqani shularniki Xitoyniki qitidagi Xitoyga ishlagan anchang ishlagan jasuslar men bilan ko'rishtirish jarayonida urug' tuqqanlarim shunday holatda turyotdi. Bularni deb evet pek rasm, ammo ularniki üçeylerini şu vaqtning o'zida meni 1 soatni o'shiq saqiltib, lekin üçeylerini shu yezliq kampidan ekeganligi qarasanglar, üçülsning ustida ikki o'g'li bola, ikki akamning ustida askarchi kiyim bor. Bu meniki eng kichik acham ismi Asiyam Amut. Bu achamning hozirgacha qanday bir holatda turayotganligini hech qanday xabarim yo'q. Anglagan xabarda shu ekir ketib ekan. Ammo hozirgacha biz hech qanday bir aloqa 5 yillik aloqa baxmadik. Ham nada hayotmi hayot emasmi bularning hech qanday bir xabarini bilmayapman hozirgacha. Bu abiyoq rasmda ko'rsatgan eng cho'ng akamniki cho'ng o'g'li ismi Ablajon Avut. Bu inimiz shu G'orochil bozor ichida satrashlik qilib Jenovadan hozir satrashlik do'konda tushgan rasm ekan. Men bu rasmni nimadan chiqarib olgandim. Shuni bu rasmni mushunda hozir ba'zi do'kondan ichida turib tushgan rasm ekan mana. Shu mush ukamning hozirgacha nadligini hech uqamayotimiz, ekir ketiglik. Ammo shikir yo'tkab akatdimi yoki Aqsu diyorida bormi uqamadim. Mana bu ikkinchi akamning qizi. Ikkinchi akamning qizi Marhaba Davud ismi. Bu bolalarning shu zamonda ekir ketiglik, hozirgacha hayot emasligi to'g'riliq hech qanday bir xabar yo'q. Bularning bu qizim ishkir yo'tkab akatdimi yoki Aqsu diyorida bormi, buningga aniq ma'lumot yo'q. Mana bu Ağaçoğlu ikki tushgan rasm, yendikisi Melkizat Davud. O qizimizning hozirgacha hech qanday aloqasini bilmaymiz aynan. Kichik qiz bola. Bularni majburiy uydan ektiglik. Mana bu o eng o'ttiranchi achamniki ikkinchi bolasi o'g'li Mujohid Mahmad. Bu o'g'limizning hozirgacha
ekir ketkilik, ama nega ekir ketganligini yoki jamiyatda bormi yo'qmi? Endi nega ekir ketganligini yoki Aqsuda bormi yoki ishkirga o'tkab ekatdan buni bilmaymiz. Hozirgacha hech qanday xabarni olmadim. Mana bu eng cho'ng achamning o'g'li Akbar Niyoz. Bunimi ekir ketkilik hozirgacha yo'tkab ekatdimi ishkirga yoki Aqsuda yerda bormi, kampodimi turmadim, buni bilmaymiz. Bilmayman, hech qanday aloqasini qilamadim. Mana bu meniki yaqin og'inam Mahmud Muhammad ismi. 2016 yili ekir ketgan peti hozir 3 yil bo'ladi dedi, turmoq ekir ketganlik. Ayol ikkisini bir ekir ketganlik, sirtda 3 bolasi qilib qiliqliq. Chunki bular nimishqa ekir ketganlik desa, 3 bolasini Turkiyaga o'qil ekib berganlik uchun ham ekir ketganlik ayol ikkisini. Ayolning menda surati bo'lmagandan bu og'inam uchun guvohlik beryapman. Bularningki hozirgacha hayot yoki hayot emas to'g'ri hech qanday bir nima yo'q. Bir xabar yo'q. Bütün ekrandagi ko'rmanlar, ekran oldida ko'rmanlar. Bu yolg'iz meninglam ishim bo'lmasdan bütün shu Uyg'ur qarindoshlarimizning va shundaqla musofirchilikda qiynalib qarindoshlarimizning hammamizniki shundaq urug' tuqqanlarimiz Xitoylarningki zulm ostida ig'ir darajada qiynalib va shundaqla ularning o'ltirilishiga qarab turyapmiz. Bizning qo'limizdan ish kelmaganligi uchun Allah hammamizningki urug' tuqqanlarni pat fursatda qutqazgan nasib qilsin. Allah hammamizga dunyo va oxiratda yaxshilik ato qilsin. Oxirida bütün dunyodagi qarindoshlarimga birdek deydigan gapim, biz nima uchun birlik bo'lolmaymiz? Nima uchun birlik bo'lolmaymiz? Nima uchun har qism siyosat banasida aldaydigan shaxslarning oqisiga kirib, nima ishqa biz o'zimizni o'zimiz bo'lib yashaymiz? Nima ishqa birdek bo'lib Xitoyga teng barobar urug' tuqqanlarimizni qo'yib berish to'g'ri bütün dunyoga teng birlikda biz ovoz chiqarmaymiz. Bütün dunyoning qarindoshlarimizdan o'tindig'ini biz birlik bo'lsak va barobar ovoz chiqarsak, urug' tuqqanlarimizni qanchalik qutuldira olsak, shunchalik qutuldirishga tirishsak, Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.